Agarda har kuni shu mashqni 30 marta bajarsangiz, belingiz taranglashadi. Agarda bu mashqni har kuni 40 marta bajarsangiz, orqadagi yog'lar erishni boshlaydi. Agarda ushbu mashqni har kuni 40 marta bajarsangiz, bel va qo'ldagi bo'rtma yog'lar yo'qolishni boshlaydi. Agarda har kuni bu mashqni 40 marta bajarsangiz va nihoyat qomatingiz chiroyli bo'ladi. Agar har kuni 30 martadan o'tirib tursangiz, yuragingiz sog'lom va mustahkam bo'ladi. Agar har kuni shu mashqni 100 marta bajarsangiz, taloq yaxshi ishlay boshlaydi. Agar har kuni 100 marta ushbu mashqni bajarsak, nafas olish yaxshilanadi. Muhim uchrashuvga ketishdan oldin qo'llarni pamp holatga keltiramiz. Birinchi mashq: Podyom gantelina biceps. Ko'tarishda tezroq ko'tarib, tushirishda sekinroq tushiramiz. 4 podxod 15 tadan bajaramiz. Ikkinchi mashq: Molotok mashqi. Bunda ham ko'tarishda tezroq ko'tarib, tushirishda sekinroq tushiramiz. Ushbu mashqni ham 4 podxod 15 tadan bajaramiz va borgan joyimizda hammani lol qoldiramiz. Uy sharoitida yog'larni eritamiz.